osteoxondrozda nimasi bor? Sizda ikkita bo'g'imni orasi bir-biriga yaqinlashgan, o'zi osteoartritlar rivojlanadi. Ya'ni mana o'tirib turganda, harakat qilganda, tahoratga borganda, namozda o'tirib turganda qiyinlashir. Sizda bo'g'imdagi shamollash alomatlari, bo'g'im bir-biriga yaqinlashish holatlari kuzatilgan. Endi bu isitmani hisobiga ham hamma joyga beradi og'riq. Isitma chiqishdan oldin ham og'riq bo'layotgandimi o'zi? Belingizdami, bo'yningizdami? Bellarimda. Oyoq bilan tortib beryaptimi og'riqlar? Travma olmagansiz, yiqilmadingiz. Nima bo'ldi? Yaxshi bo'ladi, doktorchi. Skvazniy joyda qolmadingizmi? Men bilmayman, ko'p o'tirish qilaman. Qolgan bo'lsam, ko'p o'tirib ish qilasiz, demak. Uyushlarchi oyoqlaringizda? Uyushmaydi, mana og'rib, mashin bosam yo'qolaman. Sizda bo'g'imda ham og'riq bor. Mashin tomonda ko'p. Muzlashchi uchlarida. Go'da soqatadi, go'da emas. Mana mashinchi, mana mashina aytishadi mana. Mashina aytishadi. Mashinalar aytishadi. Og'riqchi mana ezilgan. Bo'lyapti-da, ba'da yo'qmi? Pastdachi mana, pastda. Yo'q, pastda yo'q. Bukilgacha mana oxirigacha boradimi? Boradi. Mashinalar og'riydi. Aniq travma olmagansiz-a? O'zingizning yuragingizdagizda tortilib ketish, qoqilib ketish holatlar bo'lgan. Bundachi? Bunda go'ngada bo'ladi, bunda ham go'da. Aslida og'riq mashinada. Bo'yinlardachi og'riq? Ezgan sohalarda bor-a? Ikkita yelka beryapti. Hop, kuraylarning o'rtasi. Yo'q. Yo'q, pastga tushyapman. Osteoxondrozda nimasi bor? Ikkita bo'yinda. Toshma toshigan yo'qmi? Shu og'riq sohaga urganimda. Yo'q. Bu bor mashinada, narigida ko'rgan berdi, jicha. O'zida xudo xolasa hech narsa bermayapti. Buyraklarda holati yaxshi, tosh alomatlari aniqlanmagan, hammasi joy-joyida, yoshga xususiy. Endi hozir bel mushaklaringiz, yelka, bo'yin mushaklari tushganida qattiq holat bor. Bu qattiq narsa spazm. Nervni qisadi, nervni qon tomirlariga ta'sir qiladi. Sizdagi holat ko'p holatlarda mana Coviddan keyin ayollarda yoki klinikdan keyingi ayollarda bo'g'imlarda o'zgarish holati kuzatiladi. Ya'ni mana o'tirib turganda, harakat qilganda, tahoratga borganda, namozda o'tirib turganda qiyinlashir. Sizda ikkita bo'g'imni orasi bir-biriga yaqinlashgan, o'zi osteoartritlar rivojlanadi. Biz tuz deymiz-ku, xuddi o'sha narsa rivojlanadi. Sizda bo'g'imdagi shamollash alomatlari, bo'g'im bir-biriga yaqinlashish holatlari kuzatilgan. Aslida ketayotgan narsa o'sha nervlarda, nerv qisilishlari o'sha hisobiga bo'lyapti. Endi siz aytishingiz bo'yicha siyishda o'zgarish yo'q. Achishish, tez bo'lyapti. O'sha isitma ham o'sha hisobiga bo'ladi. Tomog'ingiz og'rimadimi? Yutunganda og'riqlar yo'qmi? Nima qilamiz bu kishini? Yotadilarmi yo uyga lechena qilib beramizmi? O'shanga bir qator og'riqlarni gaplashaylik dedik. Agar nima bo'ladigan bo'lsa, hozir davolatamiz dedik. Hozir Balanjinskiydan ham lechena yozib berdi. 5 kun kirasiz sifatga lechena keladi. Agar yotadigan bo'lsangiz, mana dorilar yozib beraman, shu davolarasiz dorilar. Yaxshi bo'lardi. Bitta kurs lechena kerak. Mana umurtqa pog'onasi, yelka, bo'g'imgacha rag'batlantirish kerak. Buni albatta stasionar yotib davolanganlar yaxshi. Ham isitmali sindrom bor. Isitmani ham nima qilib, antibiotik terapiya boshlash kerak bu holatda. Shu og'riq qoldiradiganlar, mushaklarni bo'shashtiradigan, qon tomirlarini kengaytirib, qon aylanishini yaxshilaydigan terapiya qilish kerak holat.